Yaşa! Koyma hoşçakalın.
Navbat bilan deyishadi, navbatni tilaksak, ezgu niyatlarga beramiz. Davra to'riga to'yxonamizning badiiy markazimizga shu xonadonni hurmat qilib tashrif buyurgan ahli sinfdoshlar, do'st bilan obod uyingga ul bo'lsa vayrona ham, do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir koshona ham deyishadi. Shunday ekan albatta Rustamjonning sinfdoshlari nomidan Sherali hamda Nuriddin, Umidaxonning sinfdoshlari nomidan Akmal hamda Muzina to'y sohibalarini ahli sinfdoshlari davra to'riga kelamiz. Xudo xolasa sinfdoshlarning xonadonida bo'layotgan bugungi shojonamizda chiroyli tabrik tilaksak, ezgu niyatlarni chiroyli qilib o'z egalariga yo'llab qo'yamiz. Marhamat. Rustamjonning sinfdoshlari nomidan Sherali Nuriddin, Umidaxonning sinfdoshlari nomidan Akmal Muzina to'g'ri yozdirgan bo'lsa, davra to'riga kelamiz. Chiroyli qilib tabrik tilaksak, ezgu niyatlarni chiroyli qilib albatta davra to'rida turib qo'limizda mikrofonni olib qutlug' siymolarni video tasmaga muhrlanib chiroyli qilib tabriklarni yo'llab qo'yamiz. Kelamiz. Sheflar, yillar o'tib uchrashdik yana, yashar olmay ko'zlarimdan yosh, qo'llaringiz mahkam qisib men salom deyman aziz sinfdosh deyishadi. Sinfdoshlardan chiroyli tabrik. Marhamat. Assalomu alaykum. Shuningda bo'lgan mezbonlar. Mana bugungi tantanamizni sababchisi do'stimiz Rustamjonning o'tganlarini sunnat to'yi. Shu munosabat bilan ularga umr-uzoq salomatlik tilaymiz. Shu Rustamjonimizni farzandi ota-onasiga xizmat qilib mas'ul bo'lsin. Nima deyarli yetkazgan bo'lsa, yetkazsin. So'z beramiz. Assalomu alaykum. Mehmonlar, aşkta yeni günleri bizden mezbonlar. Rustamjonimizda o'g'illarni sunnat to'yida o'tgan bu nevaramizga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlarida katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Mana shu Xudoyim Taolo bergan juft haloli bilan hoji ona, hoji otalar bu görüşünü bizlar duo qilib qolamizda. Boshqa nima ham deymiz. Ota-onalarga xizmatini qilib duolarni o'rgansin. Salomat bo'linglar. Tilaksak, ezgu niyatlarga hamroh bo'lsin. Xonadonlar to'yxona, murodxona bo'lsin. Xudo xolasa tabrik tilaksak, ezgu niyatni bundan keyingi sho'x qo'shiqlarda chiroyli bir ahvol bilan isbotlab beramiz. Xudo xolasa. Salomat bo'linglar. Qani Umidaxonning sinfdoshlari nomidan ismi zikrilgan Akmal, Muzina bormilar? Xudo xolasa mana shu bugungi shojonamizning asl sababchisi bo'lmish Alibekning volidai muhtaramasi Umidaxonning ahli sinfdosh yori birodarlari nomidan ismlari zikr etilgan Akmaljon, Muzinaxon bormi? Bo'lsa davra to'riga kelsa chiroyli tabriklarni yo'llab qo'ysa. Hazlar boyaga aytganimizdek, Xudo xolasa mana shu keyingi davra to'liq o'yin kulgi bo'ladi degan maqsadda mana shu ahli sinfdoshlarning tabrigini, bundan oldin bo'lib o'tgan tog'alarni, jiyanlarni tabrigini chiroyli qilib oqlaymiz. Qadoqlarni to'ldirib quyib mayga, qadoq turgan joyda yo'l bo'lsin choyga, qadoqlarni cho'qishtiraylik deb so'zlar aytib, har kim yaxshi niyat bilan keladi to'yga. Ketidan xavotirdan qilaylik zaksga, undan keyin barchamiz tushaylik raqsga deymizda. Yana navbatni sana taxliga beramiz. Albatta Hasan Ziyo hamda Jahongir shu qo'shiqlar bilan Xudo xolasa barchalarni raqslarga, xirom aylashga taklif etadi. Jizzaxda taralsin, Gagarinda taralsin,
Yulduz to'yxonasida taralsin sozning tovushi. Bir balqish baxshisin yosh yuraklarda. Shavq zavq uyg'onsin shu qo'shiqlari. Hattoki tebranmas tosh yuraklarda. Navbat san'at ahliga barchalarning rahliga hurmat etamiz. Rahmat edi.